Tabiatda tirik organizmlar o'rtasida doimo yashash uchun kurash kechadi. Bu evolyutsiya davomida yillar davomida shakllanib kelgan moslanish hisoblanadi. Bulardan moslanishlarga ko'plab misol keltiradigan bo'lsak, hayvonot olamida tashqi muhitga o'xshab olishda maskirovka, himoya rangi, mimikriya, ogohlantiruvchi rang kabi tushunchalar paydo bo'lgan. Misol uchun tulki, kuropatka, garnostoy va tovushqon singari hayvonlar tashqi muhitga ko'zga dushmanlarga tashlanmaslik uchun tashqi muhitning rangiga kirib oladi. Bu himoya rangi deyiladi yoki bo'lmasam Malay oroli tarqalgan kallima degan kapalak barglarning tomirlanishiga, ya'ni barg yaprog'iga o'xshab olganligi sabab dushmanlardan himoyalangan bo'ladi va bu maskirovka deb ataladi. Yoki bo'lmasam qo'lboqar qushini olaylik. Bu qamishzorlarda yashab, dushmanlardan himoyalanish uchun o'zini tashqi tomondan qamishlarga o'xshatib olgan bo'ladi. Yoki o't-o'lanlar orasida yashovchi chupchik degan ingichka novdani eslatuvchi hasharotni oladigan bo'lsak, bu o't-o'lanlarning novdalarga o'xshab olishi tufayli dushmanlardan himoyalanib turadi. Shunga o'xshash yana ko'plab misollar keltiradigan bo'lsak, hayvonot olamida ogohlantiruvchi rang degan tushuncha bo'lib, bu dushmanlarga yaqqol ko'zga tashlanuvchi rangga yoki hidga yoki zaharga ega bo'lgan hayvonlar olishimiz mumkin. Misol uchun, zaharli koral aspid iloni dushmanlarga o'ta ham tashlanuvchi yaqqol rangga ega bo'lib, o'ta ham zaharli hisoblanadi va bunday hayvonlarga o'xshab oluvchi yana Amerika suv iloni mavjud bo'lib, bu esa zaharsiz bo'ladi. Dushman himoyalanish uchun esa xuddi shu hayvonga targ'ib qilgani sababli bu mimikriya deb nomlanadi.